Bugun sizlar bilan osongina hamda mazali bo'lgan pryanikni birgalikda qasqonda pishirib ko'ramiz. Albatta tayyorlab ko'ring, mazasi prosta super. Xamirni tayyorlash uchun birinchi bo'lib margarinni gazda eritib, shakar, asal va limon suvini solib, biroz qaynatib eritib olamiz. Va sovigandan so'ng tuxum, un, razrexetil, vanilin solib, yumshoqqina xamir qilamiz va 1 soatga xolodilnikka tindirishga qo'yamiz. Pryaniklar yanada ham mazaliroq bo'lishi uchun shokolad, jem, sgushenniy молокоdan foydalansangiz bemalol bo'ladi. Xamir tingandan so'ng mayda zovulachalar qilib, videoda ko'rsatilgandek shokoladni o'rtasiga qo'yib, yopamiz va qasqon listini yog'lab, terib chiqamiz va yarim soatda pishirib olamiz. Pryanik pishib chiqqandan so'ng yarim soatga teskarisiga o'girib, ochiq havoga qo'yib qo'yiladi va undan so'ng bezak uchun xohishga ko'ra shokolad yoki shakarli suvga qilsangiz bemalol bo'ladi. Bolajonlarning diqqatini yanada ham tortish uchun har xil shokolad va har xil rezinkali bezaklardan foydalandim. Yoqimli ishtaha siz uchun retsept yoqqan bo'lsa, like, kommentariy kutib qolaman. Ha aytgancha videoni yaqinlarga jo'natib qo'ying. Ular ham shu retsept asosida tayyorlab ko'rsin.